qizimda operatsiya bo'lgan oyog'idan. Vitamin mahsulotini Instagramda ko'rib qoldim. Keyin Shahram G'iyosov chiqargan ekanlar buni. Ularni aytganlaridan keyin ishondim. Zakaz berdik. Men ularga telefon qilganimda aytganman, endi ichish mumkinmi, mumkin emasmi so'rashim uchun. Keyin aytgandim, uning ichida kalsiysi bor, vitaminlari bor, immunitet ko'taradi deb aytishdi. Keyin bolaga bezarar. Ichib boshladik. Ichib boshlaganimizdan keyin bir haftaning ichida o'sha yaxshi natija oldik. Qorin og'riqlari ketdi. Ertalab uyg'onganda og'izda hidlanish, og'zidan aniq suv oqib uyg'onardi, ertalab turganlarida. Ishtahasiz, lekin kechasi uxlashga qiynalardi, ertalab turishga qiynalardi. Kechasi uxlashga yaxshi uxlab, tinch uxlaydigan bo'ldi, ertalab yaxshi turadigan bo'ldi, ovqat yeydigan, ovqatga yaxshi kirishib. Dekabrda olgan bo'lsak, ko'z tegmasa, hozirgacha shamollagani yo'q umuman. Hamma narsani yeydi, shokoladmi, shirinliklar, muzda ham aralashtirib ichib ketaveradi-ku. Yaxshi, natijalarimiz yaxshi bo'ldi. Kalsiylaridan oyoqlari og'rirdi-da, uni tizzalari qirtillab og'rirdi, ularni ketdi, Xudoga shukr. O'zgarishlarimiz yaxshi. Atrofimdagilarga buni ichirishini tavsiya qilgan bo'lardim. Ayniqsa hozirgi bolalarda dangasalik ko'p, telefonga ko'p e'tibor qilgani uchunmi dangasalik ko'payib ketgan, dars qilgisi kelmaydi. Ovqatni ham ana ko'chani ovqatini yaxshi ko'rib yeyishadi-yu, fast foodlarni. Qozon ovqatni yaxshi yeyishmaydi, uydagi ovqatni. Va buni ichgandan keyin ovqat yeyish yaxshilanadi, ishtahasi yaxshilanadi. Keyin dangasalik ketadi, energiya ko'p berar ekan bu. Energiyasi rosa ko'payib yaxshi. Tengdoshlariga nisbatan ulardan ham даже yaxshi, ustozlardan ham so'rasam, yo'q, yaxshi, dars qilishlari, o'zlashtirishlari yaxshi deb aytishyapti, Xudoga shukr. Yaxshi hammasi.